18-may bu nafaqat sanalarni eslash, balki ularni yurakdan his etish kunidir. Xalqaro muzeylar kuni butun dunyo bo'ylab tarix, san'at va madaniyatning nurlari to'planadigan muhim bir sanadir. Muzeylar bu faqatgina eski eksponatlar saqlanadigan joylar emas, balki ular o'z ichida butun bir xalqning ruhini, uning qadriyatlarini, kechmishdagi izlarini va kelajakka bo'lgan umidlarini saqlaydi. Har bir muzey bu vaqtning o'ziga xos aks sadosi. U yerda o'zgarishlar, inqiloblar, urushlar va tinchlik davrlarining tarixiy izlari saqlanadi. Muzeylar har bir shaxsning o'zining ildizlariga, o'tganiga va kelajagiga bir qadam yaqinlashtirishdir. Bugungi kunda muzeylar nafaqat ilm-fan va madaniyatning kutubxonasi, balki turli madaniyatlar o'rtasidagi muloqot o'rnatadigan, dunyo qarashini kengaytiradigan o'ziga xos bir maydonga aylangan. 18-mayda biz muzeylarni nafaqat ziyorat qilamiz, balki ular orqali o'z xalqimizning va butun insoniyatning boy merosini chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Har bir eksponat bu tarixiy bir voqea, bir insonning mehnati va orzusi, bir madaniyatning yuksalishi va inqirozi haqida hikoya qiladi. Muzeylar bugun bizni o'zining rang-barangligi va xilma-xilligi bilan o'ziga jalb qiladi. Har bir burchagi o'ziga xos sirlarni ochadi. Shu kunda barcha muzeylarga tashrif buyurib, biz o'z tariximizni eslab, uni kelajak avlodlarga yetkazish, yangi bilimlarni o'rganish va madaniyatga bo'lgan hurmatni yanada oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xalqaro muzeylar kuni bu bir-birimizni anglash va birgalikda yana boyroq kelajak qurish uchun katta imkoniyatdir. Keling, tarixni birgalikda yodga olib, madaniyatni birgalikda his etaylik.